qarang. Şu qizlar ya to'y qilolmay yoki sirtda ishlarimiz yurishmay uy kelsak, bu ota-onamiz yuzimni to'kding, sen nima deb to'y qilmaysan yoki sen haqni keyinda qolding deb taxminlayotgan qarang. Nim qilgan u? Buni biz psixologiyada qo'sh azob deymiz. Masalan, bolalar sirtda başqa balalardan bo'zak bo'lib uyga yig'lab kirdi bu. Bu vaqtda buning qalbi aslida lekin jarohatlangan, azoblanayotdi. Uyga kirib asli ota-onasiningki tasallisiga, ota-onasiningki bir quchoqlashishiga muhtoj edi bu. Lekin ota-onasi bu sen nima deb haqi bo'zak bo'lasan? Sen nima degan yavaş, sen nima degan döt deb bu balani uyga kirgandan keyin yana bir zaxmlantirib, yana bir tillab bu balani ikkinchi qitim qiynab qo'ydi. Amaliyotda bizning ota-onamizmi yoki yo'ldoshimizmi bizni shundoq bir yaxshi ko'rsamkan, mening muhabbatimni his qilsa-kan deydi. Lekin bu muhabbatni qanday ifodalashni jiq ota-onalar uqmaydi-ku, ongsiz holatda. Buni ham ota-onalardan ko'ngil olmaydi, lekin uyga qaytib bu eng mehrlik deb qaragan yerdimi sirtdagi o'xshash azor yeyishi bu odamning qalbida bir cho'nqur azob qoldirdi-ku. To'g'ri. Keyin bu azob xeyli uzun mezgil ayblashgandan keyin ondan saqlayishi mumkin. Hamda mush odamning o'zida bir xil arzimaslik tuyg'usi, bir xil o'zini kamsitadigan shunday bir passiv xarakterni yetildirib qo'yishi mumkin. Keyin buningga bir baxtini beradigan odam uchirgan taqdirdami? Bir yaxshi xizmatli uchirgan taqdirdami? Bu bola bunga men mos kelmayman deb o'zini ep qochib qochadiganmi shunday passiv xarakter shakllanib qolishi mumkin. Bu xil ahvol balkim qizlarda ko'proq uchrashi mumkin. Balkim yoshinglar cho'ng'ib to'y qilmay qolgan vaqtinglarda ya bo'lmasa vaqtida xizmatga urilishmay qolgan vaqtinglarda uyga kirganda ota-onalar buni to'g'ri tushunib sizlarga tasalli bermakdi yo'q. Sen mening yuzimni tushadi, qo'lim qo'shnilarimning oldida ya bo'lmasa men tuqqanlarning oldida men yaga qarab qoldim. Sen bizningki ya dadangning yo'qligini ya bo'lmasa bizning namratligimizni chondirib qo'yding deb bolalarga bunda qaqshaydigan ish u bolalarning qalbini laht qilib yetadi. Endi bizning bolalarimiz mayli xizmat urilishamisin, mayli yosh cho'ngib kelsa to'y qilsin, qilammisin. Hatto eri taloq qarab qolsin, meni shu qiz oldin tilanglaydigan ish. Bu endi menga bizning bolamiz. To'g'ri. Biz o'zimizning bolasini shartsiz yaxshi ko'ramiz. Shunami? U hargiz u bizningki yuzimizni yo'riq qilganligi uchun, u jiqpul tepib, baldur to'y qilib, ya bo'lmasa, qo'lim qo'shilning oldida bizningki nom-obro'yimizni ko'tarib qo'yganligi uchun bizning bolamiz bo'lib, biz uni yaxshi ko'ramiz emas. Biz uningki ashunday bequvvat, bechora, mag'lub bo'lgan taraflarini yaxshi ko'ra olishimiz kerak.